Mana soat ertalabki 7:23. Tovuqlarning ovqatini tayyor qilib qo'yganmiz. Hozir bu ovqatni tovuqlarga berib, keyin effektini, tovuqlarning tuxum qo'yganini ko'rsatib beramiz sizlarga. Bug'doy bitta qaynatib 10 soat, 12 soat turgan, jo'xori qo'shilgan va Ikota zavodining spets ko'rimlari, granulali spets ko'rimlari qo'shib qo'yilgan. Mana bu bug'doy ancha ishib qolgan. Sababi bitta qaynatib 10 soat, 12 soat turgan suvda. Hozir buni tovuqlarga berib ko'rsatib beramiz hammasini. Mana tovuqlarimizga tayyorlangan ovqatni berib qo'ydik. Ishtaha bilan yeyapti hammasi. Yo'q, katta tovuqlarimizga ham berganmiz ovqatdan. Xuddi o'sha ovqatdan berib qo'yilgan. Bular ham yoqtirib maza qilib yeyapti. Tuxum idishni ko'rsatib ketaman. Tuxum idish bo'sh. Hali hech qancha tuxum qo'ymagan. Hali endi nechta tuxum qo'ysa, hammasini borini ko'rsatib beramiz. 15-aprel soat 7:30. Tovuqlarimiz video boshidagi yem yeb, bu yerdagi tovuqlarimiz